Kardiologiyada eng ko'p ishlatiladigan dorilardan biri bu bisoprolol hisoblanadi. Bugun bisoprolol haqida quyidagi savollarga javob berib o'tamiz. Bisoprolol qaysi guruhga kiradi? Ushbu guruhga kiruvchi boshqa dorilardan qanday farq qiladi? Bisoprololni qanday dozada, kunning qaysi vaqtida, ovqatdan oldin yoki keyin va qancha muddatlarga tavsiya etiladi? Bisoprolol kimlarga va qaysi kasalliklarda ichish kerak? Va bisoprololni qaysi kasalliklarda ichish mumkin emas? Bisoprololni nojo'ya ta'sirlari va boshqa ayrim savollar haqida to'xtalib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Siz ham bisoprolol qabul qilasizmi? Nima uchun sizga bisoprolol buyurilgan? Bisoprololdan qanday samarali natija kuzatilgan va qanday nojo'ya ta'sirlar sizda kuzatilgan? Va bisoprolol haqida savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozing. Biz boshlaymiz. Bisoprolol guruhi bo'yicha beta 1 adrenoblokator hisoblanadi. Bu nima degani? Inson organizmida hujayra devorlarida retseptor deb ataladigan tuzilmalar mavjud. Bu tuzilmalarda vazifasi hujayrani ma'lum bir vazifani bajarishi, qisqarishi, bo'shashi uchun tashqaridan kelayotgan signallar, bioaktiv moddalar yoki elektrolitlar, gormonlar aynan mana shu retseptor deb ataladigan tuzilmalarga kelib bog'lanadi va o'zini ta'sirini amalga oshiradi. Mana shunday retseptorlardan nomini biri bu beta adrenoretseptorlar hisoblanadi. Beta adrenoretseptorlarda ta'sir qiladigan moddalar bu adrenalin va noradrenalin moddasi bo'lib hisoblanadi. Beta adrenoretseptorlarda 3 xili mavjud bo'ladi. Birinchisi bu beta 1 retseptorlar. Bu yurakda va buyrakda joylashadi. Bugun bizga qiziq bo'ladigan beta 1 retseptor bisoprololni aynan shunga ta'sir qiladi. Bular ta'sirlanganda, demak, yurakda qisqarishlar soni, yurakda qisqarish kuchi oshadi va buning natijasida qon bosimi ko'tariladi. Mana shu ta'sirda bloklaganimizda esa yurakda qisqarishlar soni kamayadi va qon bosimi tushadi. Ikkinchisi bu beta 2 retseptorlar hisoblanadi. Bular asosan o'pkada, bronxlarda, jigarda, silliq muskul hujayralarida, oshqozon osti bezida joylashgan bo'ladi. Bu retseptorlar ta'sirlantirganda bronxlar kengayadi, tomirlar kengayadi. Bu retseptorlarni bloklaganimizda, demak, bronxlar torayadi, bronxospazm beradi va tomirlar ham torayadi. Uchinchisi bu beta 3 retseptorlar hisoblanadi. Bular asosan yog' to'qimalarida joylashgan bo'ladi. Bu retseptorlarni stimullash yog' to'qimasining parchalanishiga olib keladi. Bu retseptorlar bloklanganda, demak, yog'larning parchalanishi sekinlashadi. Demak, beta retseptorlarga ta'sir etadigan, bloklaydigan dorilarni umumiy nom bilan beta adrenoblokatorlar deb ataymiz. Bularda yana bir guruhi mavjud, tasnifi mavjud. Kardioselektiv, ya'ni aynan yurakka ta'sir qiladigan turlari va noselektiv, bir vaqt o'zida, demak, yuqorida aytib o'tgan yurakdagi beta 1 va boshqa a'zolarda joylashgan beta 2, beta 3 retseptorlarga ta'sirga etadigan, demak, kardioselektiv bo'lmagan guruhlarga ajratiladi. Kardioselektiv bo'lgan guruhlarga kiradi metoprolol, bisoprolol, atenolol, nepivalol dorisi kiradi. Kardioselektiv bo'lmagan guruhiga esa karvedilol bilan propanolol kiradi. Endi selektivlik indeksi degan narsa mavjud, ya'ni ushbu dorilarni beta 1, beta 2 ga qaysi nisbatlarda ta'sir ko'rsatadi. Kardioselektiv degan guruhga kiradigan dorilar ko'pincha beta 1 adrenoretseptorlarni bloklaydi, lekin shu bilan birgalikda ma'lum miqdorda beta 2 retseptorlarni ham bloklaydi. Bularda ichida selektivlik indeksi eng yuqori bo'lgan dori bu nepivalol hisoblanadi. Uni nisbati 1 ga 300. Ya'ni bu degani 300 ta beta 1 retseptorlarni bloklasa, yana bitta dona beta 2 retseptorlarni bloklaydi. Keyingi o'rinda bisoprolol turadi. Bu nisbat 1 ga 75 hisoblanadi. Ya'ni 75 ta beta 1 retseptorlarni bloklasa, bitta dona beta 2 retseptorlarga ta'sir qiladi. Xuddi shunday nisbat atenololda 1 ga 35, metoprololda 1 ga 20 hisoblanadi. Kardioselektiv bo'lmagan propanololda 2 ga 1 nisbatda, ya'ni 2 dona beta 2 retseptorini bloklasa, bitta dona beta 1 retseptorini bloklaydi. Xuddi shunday, shunga yaqin nisbat karvedilolga ham tegishli. Bisoprolol hozirgi kunda dorixonalarda bisoprolol tarkibli, demak, Emcor, Cancor, Bidop, Nipertin,
nomi bilan chiqadigan dorilar mavjud. Bularda ichida original bisoprolol bu Kankor hisoblanadi. Germaniyaning Mersik firmasi tomonidan ishlab chiqariladi. Boshqalar esa bu generik hisoblanadi. Bisoprolol 2,5-5-10 mg miqdorda ishlab chiqiladi. Odatda buni kunning birinchi yarmida ichish tavsiya etiladi, chunki ertalab turganimizda bizda simpatoadrenal tizim faollashgan bo'ladi. Mana shu sistemaga demak noradrenalin, adrenalin ta'sirini ifodalaydigan simpatik nerv tolalari ham kiradi. Bular ta'sirlanganda demak yurak urishlar soni oshadi, qon tomirlar torayadi va yurak urish kuchi oshib, qon bosimini ko'tarishga sabab bo'ladi. Mana shu holatlarni oldini olish maqsadida bisoprololni kunning birinchi yarmida ertalab ichish tavsiya etiladi. Kuniga bir mahal ichiladi. Bisoprololni yarim chiqarilish davri 10-12 soat hisoblanadi. Ichgandan keyin 1 soatdan keyin ta'siri boshlanadi. 2 soatdan keyin maksimal effekti namoyon bo'ladi. Bisoprololni ichish ovqatlanishga bog'liq emas. Ovqatdan oldin ham, ovqatlanish vaqtida ham, ovqatdan keyin ham qabul qilish mumkin. Bisoprololni qabul qilish muddatini ushbu buyurilishga sabab bo'ladigan holatlarda inobatga olgan holda davolovchi vrach tomonidan individual tarzda belgilanadi. Bisoprolol qaysi kasalliklarda tavsiya etiladi? Birinchisi bu arterial gipertenziya, qon bosimini ko'tarilishi. Bisoprolol qon bosimini tushiruvchi asosiy guruhda 5 ta guruh dorilardan biri hisoblanadi. Lekin shu bilan birgalikda bisoprololni qo'llash arterial gipertenziyani stenokardiyalar bilan, surunkali yurak yetishmovchiligi bilan, bo'lmachilar fibrillatsiyasi kabi holatlar bilan birga kelganda qo'llash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Faqatgina qon bosimini o'zini ko'tarilganda, qon bosimini tushirishda faqat bisoprolol bilan boshlash maqsadga muvofiq bo'lib hisoblanmaydi. Bunday holatlarda boshqa guruh dorilar, APFlar, sartanlar, kalsiy kanal blokatorlari birinchi bo'lib buyurilishi tavsiya etiladi. Ikkinchi holat bu bisoprololni antianginal xususiyati bilan bog'liq, ya'ni yurakdagi og'riqlarni kamaytirish xususiyati. Mana shu xususiyatlarni hisobga olgan holda bisoprolol stenokardiyalarda qo'llaniladi. Og'riqni qoldirish effekti ma'lumki, bisoprolol ichilgandan keyin yurakda qisqarishlar soni kamayadi. Bu soni kamaygandan keyin yurakda ko'p vaqt diastala vaqtida, ya'ni bo'shashgan holatda qoladi. Ma'lumki, yurak to'qimalarni, a'zolarini qon bilan ta'minlanishi uning sistala, ya'ni qisqarish vaqtiga to'g'ri keladi. Yurakni o'zini muskullarini qon bilan ta'minlanishi esa diastala, ya'ni yurak bo'shashgan vaqtiga to'g'ri keladi. Bu o'sha yurakdan chiqadigan aorta, katta aorta tomirini chiqqan joyida yurakka tarqaladigan koronar tomirlar mavjud bo'ladi. Yurak qisqarganda klapan, aortal klapani tepaga ko'tariladi va bu tomirlarning yo'lini yopadi. Shuning uchun yurakda muskullari qon bilan ta'minlanishi uning qisqargan vaqtida emas, balki bo'shashgan vaqt, ya'ni yurak bo'shashganda klapanlar yana ortiga qaytadi va bu koronar yurakda muskullariga boradigan tomirlarda yo'l ochiladi va mana shu vaqtda yurak o'zini qon bilan ta'minlaydi. Ma'lumki, diastala, ya'ni yurak bo'shashgan fazasi davri uzayadigan bo'lsa, yurakda qon bilan ta'minlanish davri vaqti uzayadi, yaxshi qon bilan ta'minlanadi va kislorodga bo'lgan yetishmovchilik bartaraf etiladi. Bu uni yurakda og'riq qoldiruvchi effektini namoyon qiladi. Xuddi shu xususiyatini hisobga olgan holda bu surunkali yurak yetishmovchiligida ham tavsiya etiladi. Bisoprololning keyingi effekti bu uni demak yurak qisqarishlar sonini kamaytirishi va antiaritmik xususiyati bilan bog'liq. Bu taxikardiya va ekstrasistoliyalarda ishlatiladi degani. Taxikardiyalarni umumiy ta'rif sifatida yurak qisqarishlar soni 100 tadan ortiq qisqarishi deb baholaymiz va bu taxikardiyaning turlari juda ham ko'p. Sinusli taxikardiya, foksniy предсердный taxikardiya, polifoksniy предсердный taxikardiya, makroreentri предсердный taxikardiya, atrioventrikulyar resiprok uzloviy reentri taxikardiya va boshqa nomlantiriladigan taxikardiyalar. Bundan tashqari ekstrasistoliyalar bu yurakni navbatdan tashqari qisqarishi, simptomli supraventrikulyar ekstrasistoliyalar, simptomli qorinchalar ekstrasistoliyalari da mana shu bisoprolol ishlatiladi. Sizda taxikardiyalarning yoki ekstrasistoliyalarning qaysi turi mavjudligini EKG va Holter tekshiruvidan so'ng sizning shifokoringiz tomonidan aniqlanadi.
Yana shuni aytib o'tish kerakki, yurakning tez urishi taxikardiya boshqa bir tizim yoki a'zodagi kasallikni asorati sifatida namoyon bo'ladigan bo'lsa, masalan, anemiyada, tireotoksikozda, elektrolitlar buzilishida, feoxromostomada yoki bo'lmasa bronxialni astma, xronический bronxitda yoki yuqori temperaturada, ichib ketganda, suvsizlanganda kuzatiladigan taxikardiyalar yurakda tez urishida bisoprololni to'g'ridan to'g'ri buyurish bu tavsiya etilmaydi, maqsadga muvofiq hisoblanmaydi. Bunday holatda ushbu holatni taxikardiyani chaqirgan asosiy kasallikni davolash birinchi o'ringa chiqadi. Lekin agar bemorda mana shu taxikardiyalar unga simptom, ya'ni qanaqadir belgilar, shikoyatlar, holsizlik chaqirayotgan bo'lsa, mana shu beta blokatorlarni, bisoprololni ushbu asosiy kasallikni bartaraf etilgunga qadar vaqtinchalik buyurish mumkin bo'ladi. Bisoprolol kimlarga tavsiya etilmaydi? Birinchisi bu og'ir bradikardiyalar. Agar yurak urishlar soni 60 tadan kam bo'ladigan bo'lsa, bisoprolol tavsiya etilmaydi. Bu qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Ikkinchi holat sistolik qon bosimi 100 mm smop ustunidan past bo'lsa, bisoprololni qon bosimini tushiruvchi effekti hisobiga qon bosimi yanada tushib ketishi mumkin. Shuning uchun bu holatda ham buyurilmaydi. Uchinchi eng ko'p qarshi ko'rsatmalar bular blokadalar hisoblanadi. Blokada nima degani? O'sha yurakda chiqadigan impulslar. Normal holatda impuls sinus tugunidan chiqadi va bo'lmachalarga va qorinchalarga tarqaladi. Mana shu yo'ldagi har qanday blokadalar, masalan, sinus tugunidan chiqadigan blokada, o'sha sinus tugunda hosil bo'ladigan blokadalarda yoki bo'lmacha bilan qorincha o'rtasida joylashgan atrioventrikulyar blokadaning 2-3 darajalarida yoki bo'lmasa sinus tuguni holsizligida bisoprolol qarshi ko'rsatma bo'lib hisoblanadi. Keyingisi bu o'tkir yurak yetishmovchiligi va surunkali yurak yetishmovchiligining dekompensatsiya holatida bisoprolol qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Keyingi holat Raynaud sindromida bronxial astma va surunkali obstruktiv bronxitning og'ir formalarida bisoprololni buyurish qarshi ko'rsatma bo'lib hisoblanadi. Bisoprololni homiladorlik davrida ishlatilishi bisoprolol homiladorlik kechishiga hamda homila yoki yangi tug'ilgan chaqaloq organizmiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Umuman olganda beta adrenoblokatorlar yo'ldosh orqali qon oqimini kamaytiradi. Bu esa homilaning o'sishdan orqada qolishiga, bachadon-ichida homila nobud bo'lishiga yoki muddatdan oldin tug'ruqqa olib kelishi mumkin. Homiladorlik davrida bisoprolol faqat mutlaq zarurat bo'lgandagina qo'llanilishi kerak bo'ladi. Ya'ni ona uchun kutilayotgan foyda homila yoki yangi tug'ilgan chaqaloqqa nojo'ya ta'sirlar rivojlanish xavfidan ustun bo'lganda qo'llanilishi kerak. Emizikli davrda bisoprololni ona suti bilan ajralish bo'yicha klinik ma'lumotlar mavjud emas. Shu sababli emizik davrida bisoprolol qabul qilish tavsiya etilmaydi. Agarda ushbu davrda bisoprololni qabul qilish zarur bo'lsa, ko'krak suti bilan emizishni vaqtinchalik to'xtatishga to'g'ri keladi. Yana eng ko'p beriladigan savollardan biri bu: qandli diabeti bor bemorlar bisoprolol ichsa bo'ladimi? Bisoprolol qandli diabeti bor bemorlar uchun qarshi ko'rsatma bo'lib hisoblanmaydi. Ushbu dorini qo'llashda ko'rsatmalar bo'lganda albatta qabul qilish kerak bo'ladi. Lekin qandli diabetda kuzatiladigan ba'zi holatlarni hisobga olgan holda bisoprololni iste'mol qilishda ehtiyotkorlik bilan yondashish kerak bo'ladi. Birinchisi, qandli diabetda o'sha dorilar ichish fonida yoki insulin qabul qilish fonida qondagi glyukoza miqdorlarini tez-tez tushib turishi, gipoglikemik holatlarga o'tib turishi kuzatiladigan bemorlar bisoprololni ehtiyotkorlik bilan qabul qilishlari kerak bo'ladi. Chunki gipoglikemiya holatida bemorlarda holsizlik, qaltiroq, yurakni tez urib ketish kabi simptomlar paydo bo'ladi va bu simptomlarga qarab ular o'zlarida qondagi glyukoza miqdorini tushib ketgan deb baholashadi. Bisoprolol qabul qilib yuradigan bemorlarda esa mana shu sezgi demak pasaygan bo'ladi va ular gipoglikemiya holatiga o'tayotganligini payqamay qolishligi mumkin. Keyingi holat bu qandli diabet hisobiga bo'ladigan tomirlardagi buzilishlar, mikroangiopatiyalar, oyoqdagi trofik yaralar, oyoq teri rangining o'zgarishi, oyoqda sovuq, mana shunaqa holatlar kuzatilganda ham kritik ishemiyasi bor bo'lgan bemorlarda ham bisoprololni ehtiyotkorlik bilan qo'llash tavsiya etiladi. Bu mutlaq qarshi ko'rsatma bo'lib hisoblanmaydi, lekin cheklangan juda ehtiyotkorlik bilan qo'llashni klinik tavsiyalarda bayon etilgan. Bisoprololni nojo'ya ta'sirlari markaziy nerv sistemasi bilan bog'liq bo'lgan nojo'ya ta'sirlar ichida eng ko'p uchraydigani bu bosh og'rig'i hisoblanadi. Bundan tashqari bosh aylanishi, uyqusizlik,
depressiya holatlariga tushish, uyquchan bo'lishi, holsizlikni kuchayishi kabi belgilar paydo bo'lishi mumkin. Bundan tashqari yurak qon tomir tizimi tomonidan bradikardiya holati, ya'ni pulsning tushib ketishi, qon bosimining tushishi yoki bo'lmasa surunkali yurak yetishmovchiligi belgilarini kuchaytirishi, periferik shishlar berishi yoki bo'lmasa oshqozon ichak sistemasi tomonidan ko'ngil aynishi, qayt qilishi, ich ketishi yoki ich qotish holatlari, nafas sistemasi tomonidan bronxospazm belgilari, bronxial astma yoki xronskiy obstruktivniy o'sha bronxitni belgilarini kuchaytirishi mumkin. Bundan tashqari allergik reaksiyalar, terida qichishishlar, toshmalar paydo bo'lishi, mushaklarda holsizlik, bo'g'imlarda og'riq kabi nojo'ya ta'sirlar paydo bo'ladi. Bundan tashqari bisoprololda sindrom Atmeni degan narsa ham mavjud. Ushbu dorini qabul qilayotgan bemorlar bu dorini to'satdan ichishni to'xtatib qo'yganda belgilar yuzaga keladi. Bu o'sha yurak urib ketishini yana kuchayib ketishi, qon bosimining ko'tarilib ketishi, yurakda stenokardiya xurujlarining kuchayishi kabi belgilar bilan namoyon bo'ladi. Bisoprololni to'xtatish lozim deb topilgan holatlarda uni dozalarini asta-sekinlik bilan kamaytirib boriladi. Boshlang'ich dozani 25% miqdorida har 3-4 kunda kamaytirib boriladi va asta-sekinlik bilan to'xtatiladi. Bisoprolol haqida mulohazalarimiz bugun shu edi. Sizda ham bisoprololga oid savollar paydo bo'ladigan bo'lsa, marhamat izohlarda yozing. Buni biz ijtimoiy tarmoqlar orqali yoki keyingi videolarimiz orqali, Telegram kanallarimiz orqali javob berishga harakat qilamiz.